tələbələr sizlərə hazır Lira SAP 2022'nin o'rnatish jarayonini tushuntirəman. Hop, nechik bo'ladi? Zip fayldan chiqarib olgandan keyin shu 3 dona papka bor. Install update va patch. Bularsa install'a girasizlar va ina setup degan narsasi bor. Shuni ustanib ketasizlar. Hech qanday qiyin emas. Dadisizlar. Dali boraveradi. Faqat bir yeri bor, sizlar 3D Max bilan ishlayajak bo'lsangizlar yoki bo'lmasa qandaydir qo'shimcha programmalar bilan ishlasangizlar, bunga shunga птичка bosib berish kerak. Bu orqali ustanib kessizlar ham, bu orqali ustanib kessizlar ham bo'ladi. Hop, benim kompüterimde aldım bo'lgan uchun udaliydi boshqatdan boshladi. Okey deysizlar. Rus tilini tanlash kerak yoki inglizchani. Ikki xil tili bor. Ruscha yoki inglizcha. Qaysi til qulay bo'lsa shuni aytasizlar. Dali. Yine bizlere ne olacak? Kıyım sapır gerek. Kıyım sapır import bilan DHF yine. DHF bu AutoCAD'dan import etişler. Şular gerek bize. Autodesk Revit. Revit'teki tekrar işi olmasa şularni ham olish gerek. Xo'p, bundan keyin Ключ Guardiant. Bular endi ixtiyoriy. İnternetlaringiz olsangizlar bo'ladi, bo'lmasa shart emas. Ustanak bosiladi. Dali bosiladi. Hop. Mana nastroyga yetib boshlaydi. Hop, hamma dali berib kelasizlar. Keyin shunday narsa chiqadi. Kıyım sapır. Sizda bormi kıyım sapır yo'qmi? Agar yo'q bo'lsa, men berib ketaverasizlar. Bo'lsa ishida borini belgilab ketasizlar. Hop, yine menda AutoCAD bor. AutoCADni Premium etaman. AutoCADni ichiga girib berib ketadi. AutoCAD'a girib beradi. AutoCAD'a girib ulab ketadi. AutoCAD'a girib ularni keyin ideyot nastroyga parametr davom etaveradi. Bo'ldi. Endi yana bir zaman nastroyga yetadi. Agar nastroyga tugagan bo'lsa, уже bu yerda ishonchlar chiqadi. Lira Sapphire chiqadi. Keyin qaytamizdan ikkinchi papka bor. Install update degan papka bor. Shunga girasizlar. Bo'ldi. Bunu ustanov kessizlar yetadi. Xo'p, bo'ldi. Dali готов. Evet, en gerekli yeri. Şimdi qaranglar. Patch'a giramiz. Eshikni chiqmaydi, undan o'chirib qo'ymak kerak miydi? Bezabasiz Windows'ni o'chirish shart emas. Nechuk qiladi? Ikki papka turibdi. Birinchi etat kompyuterga girasizlar. Cdiskda programma fayli 86 Lira Sapır turibdi. Bin. Shu aytgan yerine girasizlar. Bin turibdi. Bundan bin turibdi. Binga girasizlar. X64 dedi. X64 uchisini ham olasizlar. Ctrl S. Bana ham girasizlar. Yine X64. Bir xil narsaga giriladi. Yine bin X64, bin X64. Ctrl V. Bor dedi, lekin hammasini qaytadan tashlash kerak. Cdiskdagiga tashlaysiz. Buni orqaga qaytamiz. Keyin Special. Mana Ctrl S. Orqaga bir qaytasizlar. Ctrl V. Keyingisi. Hop, bize bin tashlagan Sapphire X64 birdan Sapphire degan narsamiz bor. Sapphire turibdi. Keyin X64 shunun üstüne Ctrl V.
adashıp gitmesi için 3 netin ne pat safir x64 ne? Safir x64 oldu. Şu bilen ustanovka jarayan tugaydi. Girip bemalol tekshirib ko'raverasizlar. Eğer üzerinizde 2017 bo'lsa, o'chirib tashlamanglar uni birinchi navbatda, keyin o'rnatinglar. Shart emasdan 2 dona bo'lmoqqa. Agar xato o'rnatilsa, shunda ochib turadigan beri server guardian Ninaiden deydi. Server guardian Ninaiden deydi. Ya bunda ishlatib turibdinglar. Oldu. Hech qanday muammo yo'q. Bundan ishlatib turibdi. Okey deysizlar. İşliyoruz da. Oldu.